ishingizga baraka bersin. Umringizga bersin. Xo'p, bu bog'larimizda oldin ahvol qanday edi? Barglarimizda nima kamchilik, nima oziq yetishmagandi va nima berdingizki shu darajaga erishdingiz? Bargimiz bu daraxtning barglari nina barg dedi. Bunga zink yetishmasligiga kamchilik bor edi. Eron kompaniyasining keyin shu bu kishilarning dorisidan paramid suyuq oltin guruch yerda sho'rin tushirish uchun. Yana Aramix mikroelement shundan keyin bu Xumens oralig'ida 3 kun 5 kun vaqt oralig'ida shu mahsulotlar ishlatgandan keyin shunaqa natijaga erishdingiz. Barglarning kattarish anovlari yaxshi bo'ldi. Kattarishlar nina bargdan kattardi. Xo'p, dehqonlarga nima tavsiya qilgan bo'lasiz shu mahsulotlarimiz haqida? Yaxshi tavsiya qilamiz shu bu elementni ishlatib ko'rish kerak. Ishlatib foydasini ko'rdik. Rahmat. Hozir bo'lsa ham sog' bo'ling.